Assalomu alaykum barchaga. O'tgan kasalligimizda bosh modda qonunchilik kirgizishli holatlarning tranzitor ichimlik ataksiyasini, ya'ni klinikasini, etiologiyasini qanday yuzaga keltirgan sabablarni aytib o'tgandik. Bu safar tashxis, ya'ni differensial tashxis davolashni ko'rib chiqamiz. Xo'p, tashxis qo'yishda birinchi o'rinda arterial qon bosimini o'rganish va yirik tomirlarni tekshirish. Arterial qon bosimini ikkala qo'lda ham o'lchash va yirik tomirlarni auskultatsiya qilib tekshirish asosiy tekshirish usullaridan hisoblanadi. Agar ikkala qo'lda ham farq 20 mm ustidan oshiq bo'lsa, bemorga qo'shimcha tekshiruvlar, ya'ni duplex skanerlash, angiografiya o'tkazish va angioxirurg maslahati zarur bo'ladi. Bunda tashqari parklinik tekshiruvlar, ya'ni EKG, eho, MR tekshiruvlari, laboratoriya tekshiruvlari o'tkaziladi. Ultratovush tekshiruv usullari. Bu usullarda ultratovush tekshiruv usullarida bo'yin va serebral arteriyalar dopplerografiyasi va duplex skanerlash tekshiruvlari ko'p qo'llaniladi. Ular yordamida karotid va vertebral tomirlarda tranzitor ishemik ataka yuzaga keltirgan patologik o'zgarishlarni, stenoz, okkluziya, anomaliya, angiospazmni aniqlab olish mumkin. Shuningdek, bu tekshiruvlar ayniqsa duplex skanerlash tekshiruvi aterosklerotik chandiqlar hajmi, tomirlar devori holati va kollateral qonlanish darajasini ham ko'rsatib beradi. Tashqari KT va MR tekshiruvlari, elektroensefalografiya tekshiruvi, echokardiografiya, elektrokardiografiya tekshiruvlari o'tkaziladi. Ya'ni obdon tekshirmoqchi bo'lsak, xo'p, biz asosan ya'ni klinik tashxis qo'ymoqchi bo'lsak, bemorga asosan anamnez yig'ishimiz kerak. Ya'ni bundan oldingi holatni, ya'ni bemor qay holatda, kognitiv buzilishlar bormi yo'qmi, o'sha holatni, ya'ni yengil gemiplegiya, monoparex, ataksiyalar, xo'p, afaziya, dizarteriyalar bormi yo'qmi, o'sha narsani bilishimiz kerak. Qiyosiy tashxisda absanislar bilan va sinkopal holatlar bilan qiyosiy tashxis o'tkazamiz. Bunda asosan absanis va sinkopal holatlar asosan yosh bolalarda, ya'ni yoshlarda ko'proq uchraydi. Tranzitor ishemik ataksiyasi yoshi katta odamlarda, ya'ni 40-50 yoshlarda, kattalarda uchraydi. Shuningdek, absanislarda egida har doim epileptik faollik aniqlandi. Tranzitor ishemik ataksiyada esa bu holat kuzatilmaydi. Ya'ni qiyosiy tashxisni aytayapman hozir. Tranzitor ishemik ataksiyada deyarli har doim yurak qon tomir kasalliklari aniqlansa, ateroskleroz, gipertoniya, sinkopal holatlarda esa har doim arterial gipotoniya va vakatoniya aniqlanadi. Bundan tashqari esa amoroz bilan kechadigan tranzitor ishemik ataksiyani tarqoq skleroz bilan qiyosiy tashxis o'tkazamiz. Tarqoq sklerozda, chunki tarqoq sklerozda ham o'tib ketuvchi amorozlar kuzatiladi. Tranzitor ishemik ataksiyada ro'y beradigan amorozlar karotid stenoz fonida paydo bo'ladi va asosan bitta ko'zda rivojlanadi. Tarqoq sklerozdagi kabi ko'riniru atrofasi kuzatilmaydi. Tarqoq skleroz yoshlik davrida, tranzitor ishemik asosan yosh kattalarda rivojlanadi. Bundan tashqari esa osti bezi usullarida tashxis o'tkazamiz. Davolashga keldik. Davolashda asosan barcha zarur diagnostik tekshiruvlar o'tkazilib, tashxis aniqlangach, bemor stasionar yoki poliklinika sharoitida davolanadi. Bemorni davolash asosan antiagregantlar, antikoagulantlar, statinlar, hipotenziv va antiaritmik dorilar qo'llaniladi. Bu dorilarni uzoq vaqt qo'llashga to'g'ri keladi. Xirurgiya davolash usullari zarurat paydo bo'lsa, masalan, karotid endoarterektomiya qilinadi. Bemor angioxirurgiya bo'limiga yotqiziladi. Xo'p, statsionar davolash masalasiga keladigan bo'lsak, statsionar davolashda bemorni statsionarga yotqizib davolash, ya'ni tranzitor ishemik ataksiyani sababiga bog'liq. Agar tranzitor ishemik ataksiya yurak kasalliklari, klapanlar patologiyasi, aritmiyalar sababli rivojlangan bo'lsa, bemor kardiologiya yoki kardioxirurgiya bo'limiga yotqiziladi. Agar ekstrakranial tomirlar patologiyasi, stenoz, patologik qiyshayishlar, aorta arteriyalarchasi sababli rivojlangan bo'lsa, bemor angioxirurgiya bo'limiga yotqiziladi.
zudlik bilan trombolik terapiya o'tkazish zarurati tug'ilib qolgan bemorlar ham statsionarga yotqizilib davolanadi. Boshqa holatlarda esa bemor ambulator qatnov natijasida davom olib borsa bo'ladi. Bemorga OH va neyropatolog nazoratida turish tavsiya etiladi. Ya'ni tranzitor ishemik ataka o'tkazgan har bir bemorda paltinka amaliyot shifokori va neyropatolog nazorati ostida olib boriladi. Bunda asosan maqsad ishemik insult rivojlanishini oldini olishdir. Bemor shifoxonaga yotqizishga oid ko'rsatmalar. O'tkir paydo bo'lgan neurolog simptomlar 1 soat yoki undan oshiq davom etsa, bemorga tez sur'atlarda neyro va angioizolyatsiya tekshiruvlari o'tkazib shifoxonaga yotqizish kerak. Chunki tranzitor ishemik ataksiya simptomlari 1 soatdan ham o'tib ketavermasa, ishemik insult rivojlanayotgan bo'lishi mumkin. Bunday paytlarda trombolizis muolajasini o'tkazish zarurati paydo bo'ladi. Ma'lumki, muolaja terapevtik darcha davrida, ya'ni dastlabki 3-6 soat ichida o'tkaziladi. Agar bemor tranzitor ishemik ataksiya belgilari o'tib ketgandan keyin 2 kun o'tib shifokorga murojaat qilsa, uni ambulator sharoitda ham tekshirish mumkin. Biroq barcha tekshiruvlar EKG, EHO, OTT, KT, MR tekshiruvlarida o'tkaziladi. Bemor murojaat qilgan kuniyoq o'tkazilishi kerak. Tekshiruvlar natijasiga qarab bemor terapiya, neurologiya va angioxirurgiya bo'limlariga yotqiziladi. Vrach nazoratida turish va davolanish uchun POP, ya'ni OH yoki shahar poliklinikasiga yuboriladi. Tranzitor ishemik atagan epizodlari bir hafta ichida 2-3 marta kuzatilgan bo'lsa, davolash muolajalari albatta statsionar sharoitda olib borilishi lozim. Agar bemorda karotis stenoz 30-75%, ya'ni 50-75% bo'lsa, angioxirurg maslahati kerak bo'ladi. Kardioembolik tranzitor ishemik ataka aniqlangan bemorlarda kardiolog bo'limlarida yoki kardiolog nazorati ostida neurolog bo'limlarda davolanishadi. Bu bemorlarga kardioxirurg amaliyotlar o'tkazish zarurati tug'ilishi mumkin. Bemor bunday paytlarda ular kardioxirurg markazlariga yuboriladi. Antiagregantlar tranzitor ishemik ataka epizodlari kuzatilgan bemorlarga antiagregantlar bir necha oylar mobaynida tavsiya etiladi. Bu maqsadda aspirin, trombaz, kardiomagnil, aspirin kardio tavsiya etiladi. Aspirinning 1 kunlik dozasi tekshiruv natijalariga qarab 75-125 mg tashkil etadi. Aspiringa allergik reaksiya va uning nojo'ya ta'sirlari aniqlansa, clopidogrel kuniga 75 mg dan ichishga tavsiya etiladi. Ushbu dorilarni qabul qilib yurgan taqdirda ham tranzitor ishemik ataka epizodlari takrorlansa, aspirin bilan birgalikda dipritamol tavsiya etiladi. Ya'ni dipritamol sostavli dorilar, ya'ni kurantil tiklit bo'lishi mumkin. Buning uchun har kuni 50 mg aspirin va 250 mg dipritamol ichishga buyuriladi. Ayniqsa o'tkir koronar sindrom va angioxirurg muolajalari o'tkazgan bemorlarga aspirin boshqa antiagregantlar bilan birgalikda tavsiya etiladi. Kardioembolik tranzitor ishemik ataka o'tkazgan bemorlarga kuniga 5-7,5 mg miqdorda varfarin ichish buyuriladi. Varfarin bilvosita ta'sir etuvchi antikoagulantlar sirasiga kiradi. Varfarin miokard infarkti o'tkazgan bemorlar, yurak suvi klapanlari qo'yilganlar va paroksimal taxikardiya va yurak aritmiyalarida ko'p tavsiya etiladi. Bemor bu dorini 1 yil davomida 3 oydan 6 oygacha, 6 oydan 12 oygacha mobaynida qabul qilish kerak. Agar tromboz xavfi doim mavjud bo'lsa, qo'shimcha ravishda kuniga 50-100 mg dan aspirin ichish buyuriladi. Insultlarning tezlik kuzatilib turishi. Insultlarning tez kuzatilib turishi va ham varfarin bilan aspirinni birgalikda tavsiya etilishi ko'rsatma bo'ladi. Albatta ularning nojo'ya ta'sirlarini e'tiborga olgan holatda, ya'ni oshqozon quvvati, yara kasalligi, ya'ni gastrit, yazza holatlarda bu holat berilmaydi. Qon ketishga moyil bo'lgan holatlarda berilmaydi.
Xo'p, gipotenzid dorilar tranzitar ishemik ataksiya, ya'ni kuzatilgan bemorlarning aksariyatida arterial gipertoniya aniqlanadi. Bunday paytlarda gipotenzid dorilarda arterial qon bosimini nazorat uzoq vaqt qabul qilish lozim. Bu maqsadda kaptopril 25-50 mg, enalapril 5-10 mg dan yoki boshqa turdagi gipotenzid dorilar tavsiya etiladi. Bu dorilarning kundalik dozasi albatta arterial qon bosimining darajasiga qarab beriladi. Parallel tarzda tiazid diuretiklari, xlortiazid, gidroxlortiazid, indopamid, metalozon tavsiya etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Davolash vrach arterial qon bosimining keskin tushib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Bemor gipotenzid dorilarni qabul qilish rejasiga qat'iy amal qilish lozim. Buning asoratlari haqida bemor ogohlantiriladi. Chunki agar arterial qon bosimi o'ynab turishsa ham tranzitar ishemik ataka rivojlanish xavfini kuchaytiradi. Xo'p, keyingisi statinlar tranzitar ishemik ataka o'tkazgan bemorlarga statinlar qabul qilib yurish tavsiya etiladi. Bu maqsadda atorvastatin, simvastatin, lavastatin, pravastatin, fulvastatin, rozovastatin kabi dorilar uzoq vaqt mobaynida qabul qilish lozim. Statinlar bir kunlik dozasi 80, ya'ni 10 mg dan 80 mg gacha tashkil qilish mumkin. Statinlar dozasini aniqlashda ateroskleroz darajasi va qondagi lipidlar miqdorini e'tiborga olinadi. Nikotin kislota ham gipolipidemik ta'sirga ega. Nikotin kislota kuniga 2-3 gramdan bir necha oylab ichiladi. Mikrosirkulyatsiya buzilishlarga qarshi qo'shimcha ravishda ksantinol nikotinat ham buyuriladi. Nikotin kislotasi va toshba mayda arteriya va vazospazmni bartaraf etib, mikrosirkulyatsiyani yaxshilaydi. Xo'p, xirurgik davolash usullari septomli karotis stenozlarda o'tkaziladigan xirurgik operatsiyalar insultni oldini olishda eng samarali davolash usulidir. Karotit stenoz darajasi 50-75% tashkil qilsa, tranzitar ishemik ataka tez kuzatilaversa, karotit endoarterektomiya operatsiyasi o'tkaziladi. Boshqa endovaskulyar metodlar, ya'ni balonli angioplastika, arteriya ichiga stent qo'yish, arteriyaning zararlangan qismini olib tashlab, protes qo'yish operatsiyalari ham qo'llanilishi mumkin. Xo'p, prognozi qanaqa? Prognoz o'tkazilgan tranzitar ishemik ataksiyadan so'ng insult rivojlanish xavfi albatta ortib boradi, lekin bu haqida statistik ma'lumotlar bir-biridan farq qiladi. Statistiklar shuni ko'rsatadiki, tranzitar ishemik atakadan so'ng dastlabki 1-7 kun ichida ishemik insult rivojlanish xavfi 5-10%. Dastlabki 3 oy ichida bu ko'rsatkich 20-30%. Agar tez tranzitar ishemik ataksiyalar takrorlansa, ishemik insult rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi. Ya'ni biz doim ateroskleroz darajasini, arterial gipertenziya, arterial qon bosimini ko'tarish darajasini doim bilib turishimiz kerak. Ya'ni boshpana qonlanishi buzilish holatlarini, o'sha periferik va markaziy qonlanish buzilish holatlarini biz xabardor bo'lishimiz kerak. Ya'ni har 6 oyda bir, har 3 oyda bir, hech bo'lmasa har 1 yilda bir o'zimizni qon tomir darajasini, ateroskleroz darajasini, foizlarini, birinchi, ikkinchi stepen darajalarini bilib turishimiz zarur. Xo'p, shu bilan bugungi mavzumiz tugadi. Xo'p, keyingi darsimizda ko'rishguncha, keyingi darsimiz albatta o'tkir gipertonik ensefalopatiya bo'ladi. Keyingi kasalligimiz